Samarqand Xalqaro turizm markazi odamlar bilan gavjum. Gap shundaki, bu yerda ikkinchi O'zbekiston-Xitoy hududlararo forumi bo'lib o'tdi. Forum yagona maqsad do'stlikni mustahkamlash va hamkorlik ufqlarini kengaytirish yo'lida birlashgan O'zbekiston va Xitoy vakillarini bir joyga jamladi. Keng ko'lamli tadbirda ikki davlat hukumati a'zolari, vazirlar, hududlar rahbarlari, tadbirkorlar ishtirok etmoqda. Xitoy delegatsiyasi tarkibida undan ortiq provinsiyadan, mingdan ortiq, O'zbekiston tomonidan esa 1,5 ming nafar ishtirokchi tadbirda faol qatnashmoqda. Forumning ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Jamshid Xo'jayev, Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashining 14-chaqiriq yig'ilishi raisining o'rinbosari, Shanxay hamkorlik tashkilotining qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik bo'yicha Xitoy qo'mitasi raisi Shen Yue xonim hamda Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev so'zga chiqib, ikki davlat rahbarlarining oqilona va uzoqni ko'zlagan siyosati tufayli O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar hamkorlik aloqalari tubdan yangi sifat jihatdan yanada yuksak bosqichga ko'tarilganini alohida ta'kidlashdi. Xitoylik kompaniyalar uchun alohida imkoniyat yaratish maqsadida hududlarimizda 8 ta O'zbekiston-Xitoy sanoat parklar faoliyati yo'lga qo'yildi hamda ularni boshqarish uchun Xitoy kompaniyalari taklif qilindi. 中夏时节，万物竞茂，很高兴同各位齐聚美丽的撒马尔罕，出席第2届中国乌兹别克斯坦地方合作论坛。 Hududlarimiz o'rtasida o'rnatilgan savdo-iqtisodiy aloqalar natijasida oxirgi 3 yilda Samarqand viloyati bilan Xitoy hududlari o'rtasidagi tovar aylanmasi qariyb 3 barobarga oshdi. Xitoy Xalq Respublikasidan Samarqand viloyatiga kiritilgan xorijiy investitsiyalar esa 4 barobarga oshdi. Albatta, yuqorida ko'rsatkichlar imkoniyatlarimiz uchun mos emas. Lekin ayni paytda ular hududlararo hamkorlikni yanada faol rivojlantirish uchun hududlar o'rtasida amalga oshirilmagan ulkan salohiyat mavjudligidan dalolat beradi. Aziz do'stlar, buyuk Xitoy mutafakkiri Konfutsiy aytganlaridek, yaxshi qo'shnichilik tinchlikning asosidir. Hamjihatlik esa taraqqiyotning garovidir. Bugungi kunda biz O'zbekiston va Xitoy hududlari ana shunday yaxshi qo'shnichilik va hamjihatlik ruhida yangi marralarni zabt etmoqdamiz. Amaliy hamkorlikni yanada takomillashtirish umuminsoniy farovonlikka erishish forumning asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Shen Yue xonim bugungi kunda O'zbekiston va Xitoyning 42 ta shaharlari o'zaro aloqalarini faol rivojlantirayotganini, tez orada bu raqamga yana 5 ta shahar qo'shilishini ta'kidladi. Forum doirasida mintaqalararo savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishdan tortib, birodarlik va sheriklik munosabatlarini yo'lga qo'yishgacha bo'lgan keng ko'lamli masalalarni o'z ichiga olgan qator kelishuvlar, hamkorlik bayonnomalari va anglashuv memorandumlari almashildi. O'tgan yil 2024-yil yanvar oyida birinchi O'zbekiston-Xitoy hududlararo forumi Xitoyda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bo'lib o'tgan edi. Bu o'shaning davomi bo'lmoqda. Hozirgi kunda men Samarqand viloyatida 120 dan ortiq Xitoy kapitali ishtirokidagi korxonalar o'z faoliyat yuritib kelmoqda. Forum doirasida bizlar tomonidan nafaqat viloyatlar, balkim Xitoyning shahar tumanlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlarga erishilmoqda. Misol uchun mana Payariq, Ishtixon, Qo'shrabot tumanlari ham Xitoy Xalq Respublikasining Shenzi provinsiyasining Veynan, Urumchi, Ninsexuey rayonlarining shaharlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlarga erishilmoqda. Forumning ishbilarmonlik dasturi bilan bir vaqtda ishtirokchilarga har ikki mamlakat ishlab chiqarish korxonalari erishgan yutuqlar bilan tanishtirish uchun noyob imkoniyat yaratgan O'zbekiston-Xitoy milliy mahsulotlar ko'rgazmasi ham tashkil etildi. O'zbekistonda 100 million dollarlik farmatsevtika loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Dorivor o'simliklar asosida 6 turdagi tibbiy mahsulotlar ishlab chiqarish ustida ishlayapmiz. Ular allaqachon ro'yxatga olingan. 2024-yildagi ko'rsatkichlar 1,5 million dollardan oshdi. Ishonchimiz komilki, mahsulotimiz O'zbekistonning ko'p millionli aholisi uchun foydali bo'ladi. Biz bu borada katta rejalar tuzyapmiz. Xitoy-O'zbekiston munosabatlari. Biz ham bu aloqalarni mustahkamlashga katta hissa qo'shishni maqsad qilganmiz.
Forum doirasida o'zbekistonlik va xitoylik tadbirkorlar o'rtasida biznes forumlar, B2B formatda uchrashuvlar tashkil etildi. Ishtirokchilar yangi ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatish, istiqbolli loyihalarni muhokama qilish va o'zaro manfaatli shartnomalar tuzish imkoniga ega bo'ldilar. Ta'kidlash joizki, forumning birinchi kunida viloyat rahbari Xitoyning Shensi provinsiyasi gubernatori Jan Gang va Shandun provinsiyasi gubernatori o'rinbosari Son Junji bilan samarali muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvlarda o'zaro manfaatli hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi va iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalarda kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, forum doirasida viloyat rahbarining Xitoy janubidagi Guanxi Chizhuan avtonom tumanida joylashgan Yulin shahri hukumati vakillari bilan ham uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Samarqand va Yulin o'rtasida dorivor o'simliklar yetishtirish hamda ishlab chiqarish sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha bir qator takliflar ko'rib chiqildi.